Assalamu alaikum aziz yurttaşlar. Hammalarning yangi yilga tekrar mübarek olsun. Ben bugün bu video arqali 2024-yili 1-oyning 23-kunisi Jenevada Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida bo'ladigan namoyishga chaqiriq uchun murojaat qilmoqchiman. Xabarlar bo'lgandek 2018-yili 11-oyning 6-kunisi Jenevada Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoyning kişilik hukuk vaziyetini umumyüzlük gözden keçirish programması bo'lgan. Şu vaqtimizda dunyoning har qaysi joylaridan, hatta Avstraliya, Yangi Zelandiyadan, Amerikadan, Kanadadan ve Avrupa'nın her qaysi davlatlaridan, Qozog'iston, Turkiyalardan, Qirg'izistonlardan 3000'dan ortiq Sharq Turkistonliklar Jenevaga to'planib, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda olib berayotgan, xalqimiz ustidan olib berayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatni narazılık bildirip namoyish qilib qolgandi. Bu namoyishning ta'sirida 14 davlat shu qitimqi yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirgan edi. Demak, oradan 5 yil o'tdi, bu qirg'inchilik davom etadi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu kişilik hukukunu kararlılık gözden geçiriş programısı her 5 yılda bir qatim elib berildi. Mana bu 4-chi qatimligi. Demek bu qatımlık Xitoyning kişilik hukukunu gözden geçiriş yig'ini intayin mühim, tarihi bir fırsat. Şununla bu günlerde Tibetlikler, Uygurlar ve Hong Kongliklar birleşip Birleşken Devletler Teşkilatı'nın altında keng ko'lamlik bir namoyish olib berishga tayyorlik qilyapmiz. Şununla dünyanın her qaysidagi cümleden Avrupa'daki bulupmu Şveysariyaga yaqin bo'lgan Germaniya, Avstriya, Belgiya, Gollandiya qatarlıq devletlerdeki yurttaşlarımız bir günlük vaktimizden çıkarıp 1-oyning 23-kunisi ertegen saat 9'un 12'gacha bo'ladi. Bu yerda ko'p bayroqlarimiz bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga olib berayotgan bu irqiy qirg'inchilikning to'xtamaganligini, Xitoyning dunyoni aldayotganligidan iborat bu reallikni dunyoga bildirishimiz kerak. Bizning yerda olib berib qolgan voqealarimiz, her bir çağrışlarımız, aşağıdaki namoyishlarimiz nurg'ulg'an davlatlarning Xitoy hukumatiga qarata besim qilishiga sabab bo'ldi. Bunda bir namoyishlar her zaman her yerde bo'lmaydi. Albatta bizning her yerde nurg'ulg'an namoyishlarimiz var. Ama bazı hal qilg'ich vaqtlarda muhim batlarni tutib olib qolgan namoyishimizning ta'siri xalqimiz ustidagi bu zulmni yengilishga, en azından dunyoga Xitoy hukumatining abdi beshirsiz etishda halqliq va oshkuchliq rol o'ynaydi. 2018-yil 4-oyda Brüksel'de Avrupa Komisyonu'nun aldırıp bakın 5000 kişilik namoyishimiz bo'lsa, erkiy qirg'inchilik olib berayotgan Xitoyning dunyoning alda siyosatiga nisbatan bir bosish xarakterli hareket bo'lgan. Shu namoyishdan keyin Yevropa İttifaqı, Yevropa Parlamenti, Kişilik hukuk komiteti rasmiy bir yig'in chaqirib, bu bizning dardimizni anglagan. 2018-yili 11-oydagi Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki namoyish davlatlarning Xitoy hukumatiga va Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashi va diqqat e'tiborini qo'zg'ashga sabab bo'lgan. Shuningga yana bir fursat keldi. Xitoy hukumati har xil aldamchilik siyosatlari bilan dunyoni aldashtirishyotdi. Bu irqiy qirg'inchilik ustini yepishtirishyotidu. Buning uchun biz bu yerda imkonlarimiz bilan Xitoyning bu aldamchilik siyosatini fosh qilishimiz kerak. Bu irqiy qirg'inchilik tugamaganligini biz dunyoga naq maydonda jakolashimiz kerak. Shunga bütün yurtdoshlarimizni imkoniyati borlarning hammasini Jenevaga taklif qilamiz. Afsuski biz bundan burungi namoyishlarga o'xshash dunyo qurultiyi avtobuslarni tutib berish, yo'l masalalarini hal qilish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Chunki iqtisodiy qiyinchiliklarimiz bor. Shuningga bu masalada har bir vatandosh o'zining qo'lini yonchiqqa selib, bir qancha yuz euro pulni xarjlab, bir kunlik ishidan ruxsat so'rab, Jenevaga kelib, mushu namoyishlar qatnashsanglar bizni aytib xursand bo'lamiz. Biz 22-yilda, 23-yilda 2 kun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida Şinjan saqchi hujjatlari va Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetish bo'lgan, jazo kampaniyalarga oid bo'lgan bütün resimlar bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida resim ko'rgazma o'tkazamiz va 23-yilda resim ko'rgazmasi bilan bu namoyish bo'ldi. Shuni bütün yurtdoshlarimizni 23-yildagi bu namoyishga taklif qilaman.